Assalomu alaykum. Bugun sotuvimizda Toyota'ning gibrid avtomashinalari полный ikkalasi ham full komplektatsiyada. Bugungi obzorimizda Toyota Highlander amerikanskiy производство limited komplektatsiyada. Mashinamiz 24-yilda ishlab chiqarilgan, полный full kraskalari toza, R20 razmerdagi diska hamda ballonlar turibdi. Slipovoy zona, 360 gradus kamera, head-up display. Mashinamiz bor yo'g'i 16000 km masofani bosib o'tgan. Akustikalari JBL, panoramli lyuk, perforatsiya kojinli salon, uchinchi disk sideniyalari ham mavjud. Avtomashinamiz 2.5 gibrid motor bilan jihozlangan, shahar ichiga haydab yurishga juda ham yumshoq va optimalniy variant, juda ham ekonomichniy. Orqa klimat, orqa sideniya obogrev, uchinchi sideniyalari ham ideal holatda turibdi. Mashinamiz 16000 yurgan 2002 motor. Xo'p, avtomashinamiz nalichi, narxi va boshqa ma'lumotlari opisaniyada bo'ladi. Yana ustida kelib ko'rsalaringiz kelishtirib zo'r narxlarda qilib beramiz. Aytib o'tganimizdek full kraska toza, motor 16000 yurgan. Ideal holatda turibdi. Capston, ya'ni Sequoia avtomashinamiz ham to'liq video obzorlarni lentaga joylaganmiz. Buni ham o'tib bemalol ko'rsalaringiz bo'ladi. Ustida kelsalaringiz yana kelishtirib zo'r narxlarda qilib beramiz. E'tibor uchun rahmat. Hammalaringizni kutib qolamiz.